Assalomu alaykum, kelajak mediklari. Sizlar bilan demak oldingi paragrafimizda kimyoviy reaksiya tenglamalarini yozishni o'rgandik. Undan keyin esa tenglashtirishni o'rgandik. Ana endi bugungi darsimizda mana shu kimyoviy reaksiyalarga doir hisob-kitob amallarini o'rganishni boshlaymiz. Kelishdikmi? Demak, bugungi darsimizda birinchi bo'lib stoixiyometriya haqida gaplashishimiz kerak. Undan oldin stoixiyometriya nimaligini tushuntirishdan oldin hayotiy misol keltiraman. Hozir keltiradigan hayotiy misol stoixiyometriyaning o'zi. Kelishdikmi? Demak, bu ayollarimiz pishiradigan pishiriq. Misol uchun keksning retsepti. Ya'ni bir dona keks tayyorlash uchun 100 gram un soling, 50 gram suv soling, 100 gram tuxum va 2 gram dro'jja soling. Shunda sizda bir dona keks hosili tayyor bo'ladi degan retsept bor. Bu retsept. Ana endi mana shu retsept yordamida siz keks tayyorlaysiz. Demak, har doim bir dona keks tayyorlamaysiz, to'g'rimi? Misol uchun 2 dona keks tayyorlashingiz mumkin. 2 dona keks tayyorlamoqchi bo'lsangiz, qancha un solasiz? 100 gram un solmaysiz-ku, to'g'rimi? Demak, hisob-kitob amalga oshirasiz. Bir dona keks uchun 100 gram un ketadigan bo'lsa, 200 gram demak keks uchun qancha ketadi proporsiya qilasiz. Demak, bir dona keks uchun 100 gram un ketadi, 2 dona keks uchun qancha deb hisob-kitob qilasiz va mana 200 gram demak un ketar ekan deb olasiz. Xuddi shunday suvni ham hisoblaysiz. Bir dona keks uchun demak 50 gram suv ketadi. 2 dona keks uchun qancha ketadi deysiz? Demak, 100 gram suv solishingiz kerak. Ana endi tuxumni ham gramda yozdim, ichidagi og'irlik qismini donada yozmadim. Bir dona keks uchun 100 gram tuxum, 2 dona uchun 200 gram. Bir dona keks uchun 2 gram dro'jja ketadi, xamir turush deyiladi o'zbekchasiga. Endi esimga keldi. 2 dona keks uchun demak 4 gram xamir turush ketadi. Mana shu amalga oshirgan jarayonlarimiz demak stoixiyometriya deb ataladi. Undan tashqari sizda un berilgan bo'lishi mumkin. Oyingiz aytishi mumkin, qizim uyda qancha un bo'ladigan bo'lsa, hammasidan keks tayyorla desa, siz nima qilasiz? Borasizda unni o'lchaysiz. 400 gram un kelar ekan. Keyin esa retseptni ochasiz. Retseptda yozilgan 100 gram undan bitta dona keks chiqadi. Ha, demak deysiz, 400 gram undan nechta keks chiqadi deb hisob-kitob qilasiz. Chunki sizda suv, tuxum, dro'jja mol, ya'ni yetarli darajada. Faqatgina uningiz uyda 400 gram qolgan. Demak, 400 gram undan hisobladingizda necha dona keks chiqar ekan deb proporsiya qilasiz. 100 gram undan bir dona keks chiqadi. 400 gramdan qancha deysiz? Mana shu 4 dona. Hozir kimyoviy reaksiya tenglamalarini yozib, xuddi mana shunaqa hisob-kitob qilamiz. Tushuntira oldimmi? 400 gramga demak qancha suv ketadi desak, 4 marta ko'proq suv ketadi. 200 gram chiqadi, to'g'rimi? Qancha tuxum ketadi desak, 400 gram tuxum ketadi. Dro'jja qancha ketadi desak, 4 barobar, demak 8 gram dro'jja ketadi deb proporsiya orqali hisob-kitoblarni amalga oshiramiz. Kimyoda ham xuddi shunday. Mana shu hozirgi ko'rgan narsalarimiz stoixiyometriya deyiladi. Endi mana stoixiyometriya nimaligini tushuntirilgan. Tenglashtirilgan kimyoviy reaksiya tenglamalaridan foydalangan holatda reagentlar mana kirishayotgan moddalarida, to'g'rimi? Va mahsulotlarning miqdorini hisoblash usuliga demak stoixiyometriya deb ataladi. Ularning oldidagi koeffitsiyentlar esa stoixiyometrik koeffitsiyentlar deb yuritiladi. Demak, metanning oldida koeffitsiyenti yo'q 1, buni oldida 2, buni oldida 1 turibdi degan, buni oldida 2 turibdi. Faqat birlar yozilmaydi. Mana shu koeffitsiyentlar stoixiyometrik koeffitsiyentlar yoki stoixiyometrik nisbatlar deyiladi yoki-da mol nisbatlari ham deb yuritiladi. Ya'ni 1 mol metan, 2 mol kislorod, 1 mol karbon dioksid, 2 mol suv. Ya'ni 1 mol metan reaksiyaga kirishgan vaqtida, ya'ni xuddi bitta keks tayyorlash uchun yoki bo'lmasa 100 gram un reaksiyaga kirishgan vaqti 100 gram demak bizda tuxum reaksiyaga kirishardi, 50 gram suv reaksiyaga kirishardi va 2 gram dro'jja reaksiyaga kirishardi va bir dona keks hosil bo'lardi. Xuddi shunday. Bir dona yo'q, 1 mol metan reaksiyaga kirishganda 2 mol kislorod reaksiyaga kirishadi, 1 mol karbon dioksid hosil bo'ladi va 2 mol suv hosil bo'ladi. Bu retsept biz uchun. Ya'ni mana shu yozgan tenglamamizni tenglashtirishni o'rgandik, to'g'rimi? Va reaksiya berilgan bo'lsa tenglashtirib o'rgandik. Ana endi mana shu tenglashtirib yozgan tenglamamiz biz uchun nima hisoblanar ekan? Retsept hisoblanar ekan. Kelishdikmi? Ana endi mana shu retsept yordamida biz o'zimizga kerakli bo'lgan miqdorlar orqali hisob-kitoblarni amalga oshirsak bo'ladi. Misol uchun masala berilgan. 4 mol metan kislorodda to'liq yoqildi. Demak, 4 mol metan yoqilibdi. Bizda retsept bor. Bu nima? Kimyoviy reaksiya tenglamasi. Tenglashgan holatida faqat. Mana shu retsept yordamida biz 4 mol metan orqali qolgan ma'lumotlarni topib olishimiz kerak bo'lar ekan. Bu uchun biz kimyoviy reaksiyani yozishimiz kerak bo'ladi. Demak, metan kislorod bilan reaksiyaga kirishadi. Bizda hosil bo'ladi karbonat angidrid, reaksiyani berib qo'ygan plus suv. Biz tenglashtirib olishimiz kerak. Aytgandek, uglevodorodlarni tenglashtirish uchun bundan oldingi darsda birinchi navbatda uglevodorodlarni tenglashtiramiz, bir qo'yamiz.
Vodorod tenglashtiraman 2 qo'yaman. Kislorodlar o'ng tarafda 4 ta bo'ldi, chap tarafda ham 4 ta bo'lish uchun mana buni oldiga 2 qo'yaman. Jarayon tenglashdi. Ana endi hisob kitoblarni amalga oshira boshlayman. Bizdan metan necha mol kislorod sarflanganini so'rayapti. Metanning miqdori berilgan. Berilgan moddaning miqdori kimyoviy reaksiya tenglamasini ustiga qo'yiladi. Agar mana shu kimyoviy reaksiya tenglamasini o'zida hisob kitobni amalga oshirmoqchi bo'lsangiz, demak 4 mol metan berilgan. Bizdan nima so'ralgan? Necha mol kislorod sarflangan? So'ralgan ma'lumotning ustiga x qo'yiladi. Proporsiya qilib ishlangan vaqtida. Bizda berilgan retsept bor. Qanaqa retsept? 1 mol metan, yonda bir koeffitsient turibdi, to'g'rimi? 1 mol metan bilan 2 mol kislorod reaksiyaga kirishadi va 1 mol karbonat hamda 2 mol suv hosil bo'ladi. Bizga birinchi so'ralgan narsa qancha kislorod sarflanadi miqdori. 1 mol metan uchun 2 mol kislorod sarflanadigan bo'lsa, 4 mol metan uchun qancha deb topib olsak bo'ladi. Demak, 8 mol kislorod sarflanar ekan. Demak, so'ralgan ma'lumotni topdik. Demak, 8 mol ekan. Ikkinchi so'ralgan savol, reaksiyada necha gram suv hosil bo'lgan? Demak, 1 mol metandan hosil bo'ladigan suvning massasini yozamiz. Suvni, demak, molini toping deganda pastiga molni qo'yardik. Tepada bizdan nimani so'rayapti endi? Grammini so'rayapti. Biz pastiga grammini qo'yishimiz kerak. Necha gram qo'yamiz retsept bo'yicha? Mana shu berilgan massani yozamiz. Suvning 1 molning massasi 18, yonidagi demak molini ifodalaydi. 1 mol metan kirishganda 2 mol suv, ya'ni 2 ni 18 ga ko'paytirsam 36 gram suv hosil bo'ladi. Nima uchun gramda yozyapman? Chunki tepada gramda so'ragan. 4 molidan qancha deb proporsiya qilamiz. Ya'ni 4 ni 36 ga ko'paytirib 1 ga bo'laman. 4 ni 36 ga ko'paytirib 1 ga bo'ladigan bo'lsam 72 144 gram chiqar ekan. Demak, necha gram suv hosil bo'ldi desa 144 gram suv hosil bo'ldi deb aytishimiz kerak ekan. Mana shu stoixiyometrik hisob kitoblar hisoblanadi. Tushundingizmi? Ana endi cheklovchi reagent degan narsa bor. Cheklovchi reagentni biz hot-dog tayyorlash jarayonida tushuntirsak bo'ladi. Siz demak hot-dog tayyorlamoqchisiz. Uyda qanchadir demak sosiska bor, qanchadir hot-dog noni bor. Mana shular yordamida hot-doglar tayyorlamoqchisiz. Sosiskalaringizning soni 5 ta. Lekin demak hot-dog noningizning soni 4 ta. Ana endi siz bular yordamida nechta hot-dog tayyorlab bilasiz? Demak 4 ta hot-dog noniga har biriga bittadan sosiska qo'shadigan bo'lsangiz 4 ta hot-dog tayyor bo'ladi. 4 ta hot-dog tayyor bo'ladi. Va sizda bitta dona sosiska ortib qolyapti. Bunga sabab nima deb o'ylaysiz? Bunga sabab sosiska yetmayaptimi? Yo'q. Bizda demak hot-dog noni yetmayapti. Mana shu hot-dog noniga demak cheklovchi reagent deb ataladi. Demak, mana shu hot-dog noniga cheklovchi reagent mana yozib qo'yibdi. Cheklovchi reagent. Ya'ni mana shu sosiska bilan hot-dog nonni reaksiyaga kirishib, endi reaksiyaga kirishmaydi, shunchaki o'rtasiga qo'yib qo'yasiz. Endi fan tilida tushuntirib beraman. Hot-dog nonni sosiska bilan reaksiyaga kirishib, tayyor hot-dog hosil bo'lishi uchun bizga hot-dogdan nondan bitta, sosiskadan bitta kerak. Va bizga yetmay qolgani cheklovchi reagent bo'lib turadi. Ya'ni yetmayapti, yo'q-da u narsadan. Yo'q bo'lgandan keyin qanday hosil qilasiz, to'g'rimi? Demak, cheklovchi reagent reaksiyani borishiga nima qilyapti? Cheklab turibdi. Reaksiyani borishiga qarshilik qilyapti hot-dog non. Sabab yo'q-da bundan. Agar bitta hot-dog nonni qo'shib yuborganda, mana bu sosiska bilan ham reaksiyaga kirishib, ya'ni mana ortib qolgan sosiska bilan ham reaksiyaga kirishib 5 ta tayyor hot-dog non hosil qiladi. Va cheklovchi reagent bu jarayonda bo'lmasdi. Endi biz cheklovchi reagent mavzusini tushuntirish uchun albatta cheklovchi, ya'ni kamroq miqdorda biridan olishimiz kerak bo'ladi. Agar ikkalasi ham 5 ga 5 bo'lganda edi, ikkalasi 5 ta sosiska bilan 5 ta hot-dog non, 5 ta tayyor hot-dog non hosil qiladi. Bu yerda cheklovchi reagent bo'lmas. Demak, cheklovchi reagent nimaga nisbatan ishlatilar ekan? Kamiga nisbatan. Kam, ya'ni yetmayapti, 4 ta. Yetmayotganini cheklab turibdi jarayonni degan ma'noni beradi. Tushundingizmi? Ya'ni kimyoviy reaksiyani cheklab turibdi degan ma'noni beradi. Ana endi cheklovchi reagentga doir masala ishlaymiz. Ana endi masalalarni ishlashda iloji boricha grammdan molga o'tib olaylik. Mana shunda bizda hisob kitobga qulay bo'ladi. Quyidagi reaksiyada 140 gram azot va 18 gram vodorod ta'sirlashsa, qaysi modda cheklovchi reagent bo'ladi? Birinchi navbatda aytib o'tganimdek, azotni molini topaman, vodorodni molini topaman. Bu chunki hisob kitobimizga osonlashishiga yordam beradi. 140 ni 28 ga bo'laman. Ya'ni molni topish formulasi bo'yicha yoki bo'lmasa proporsiyaga qo'yaman, to'g'rimi? Demak, bizda 5 mol kelib chiqdi. Vodorodni molni keling proporsiya orqali topamiz. 18 gram vodorodimiz necha mol keladi? Demak, 2 gram vodorodimiz 1 mol keladi. Qancha desam 9 mol ekan. Ana endi kimyoviy reaksiya tenglamasini yozib olaman.
bizda azot vodorod bilan o'zaro reaksiyaga kirishib, demak, ammoniakni hosil qilyapti. Kimyoviy reaksiyani yozganimdan keyin tenglashim shartmi, shart emasmi? Albatta shart. Birinchi navbatda aytgandik, demak, indeksi yo'qlardan boshlasak qulayroq. Demak, azot indeksi bor, vodoroddan boshlaganimiz qulayroq ekan. Bu yerda demak 2 ta vodorod, bu yerda 3 ta vodorod. Tenglashtirish uchun vodorodni ikkisini bu yerga qo'yaman, vodorodni uchini bu yerga qo'yaman. Shunda ikkalasida ham 6 ta 6 ta bo'ladi. Azot avtomatik ravishda mana tenglashib ketdi. Endi tenglashtirishimiz shart. Azotni oldik, bir qo'yib qo'yamiz. Reaksiyani tenglashtirib oldik. Biz cheklovchi reagentni topishimiz kerak. Cheklovchi reagentni topishda ikkita usuli bor. Shu ikkala usulni o'rgatib o'taman. Demak, 5 mol azot hosil bo'libdi. Uni ustiga olib kelib qo'yaman. Yuqorisiga. Boshqa rangda yozaylik, tushunarliroq bo'ladi. Demak, 5 mol azot, vodorodimizdan esa 9 mol. Ana endi savol, qaysi biri to'liq reaksiyaga kirishib ketadi? Ana endi e'tibor bersangiz, 1 mol azotga 3 mol vodorod kiryapti. Misol uchun sosiska bilan hot-dog tushuntirganda bitta bundan, to'g'ri? Bunda nisbatlari boshqacha. 1 mol azot kirishganda 3 mol vodorod kirishadi degani ma'nosida. Tushundingizmi? Ya'ni bu boshqacharoq. 1 ga 1 nisbatda emas, 1 molga 3 mol kirishyapti. Boyaga 1 mol sosiska bilan 1 mol hot-dogni farq qiladi. Ya'ni biz 5 ni ko'p yoki 5 ni kam yoki 9 ni ko'p deyishga shoshilmasligimiz kerak. Biz bularni hisob-kitoblar orqali amalga oshirishimiz kerak ekan. Demak, birinchi usulda qanday bo'ladi? Birinchi usulda demak, hisob-kitob qilib ko'ramiz. Demak, bizga aniq retsept bor. 1 mol azot bilan 3 mol vodorod reaksiyaga kirishadi, to'g'ri? Mana shu retseptdan foydalanamiz. Demak, 1 mol azot bilan 3 mol vodorod reaksiyaga kirishar ekan. Ana endi qaysi biri kam ko'pligini topish uchun azot orqali vodorodni, vodorod orqali azotni topib ko'ramiz. Keling, azot orqali vodorod topamiz. 5 mol azotimiz bo'lsa, necha mol vodorod reaksiyaga kirishadi? Demak, 5 mol azot bo'lganda 15 mol vodorod kerak ekan. Endi shuni teskarisini topib ko'ramiz. 1 mol azot bilan 3 mol vodorod kirishsa, 9 mol vodorod bilan qancha azot kirishadi deb teskarisini qilib ko'ramiz. 3 mol vodorod, 3 mol azot kerak bo'lar ekan. Ana endi bizda masala shartda qancha vodorod bor edi? Mana 9 mol vodorod bor edi. 9 mol vodorod bo'lsa o'zi, lekin bizdan 5 mol azot uchun necha mol vodorod talab qilinadi? 15 mol. Ya'ni e'tibor beryapsizmi, cheklovchi reagent narsa vujudga kelyapti. Ya'ni vodorodimiz bizada kamroq. Tushundingizmi? Ya'ni cheklab turibdi. 15 mol kerak, 5 mol azot uchun. Lekin 9 mol bor, kamda. Demak, cheklovchi reagent orqali reaksiya tenglamalarida hisob-kitoblar amalga oshiriladi. Ya'ni vodorod orqali amalga oshirishimiz kerak ekan. Mana ko'rib turganingizdek 9 mol vodorod reaksiyaga kirishgan vaqtda qancha azot sarflanar ekan? 3 mol azot sarflanar ekan. Bizda qancha azot bor edi? 5 mol azot bor edi. Demak, 3 mol azot reaksiyaga kirishadigan bo'lsa, 2 mol azot jarayondan keyin ortib qoladi. Tushundingizmi? Ortib qoladi. Xuddi sosiska kabi. Hot-dog noni kam bo'lganidek, vodorod kam, sosiska kabi azotimiz demak ko'p ekan, shu uchun ortib qolyapti. Ko'p kamligini demak raqamlar hal qilmas ekan kimyoviy hisob-kitoblarda. Chunki kimyoviy reaksiyaga kirishganda ularning nisbati har xil bo'ladi. Ya'ni bitta azot 3 ta vodorodni yeydi deganda, qo'pol qilib aytganda. 5 ta azot uchun 15 ta vodorod kerak, lekin bizda 9 ta. Shuning uchun vodorodimiz kam bo'lgani uchun kamidan foydalanib topamiz. Xuddi uyimizda 400 gram un borligi uchun un orqali hisob-kitob qildik. Misol uchun suv mol. Uyimizda misol uchun 100 litr suv bor, suvdan nechta keks chiqadi deb hisob-kitob qilmaymiz. Balki uyimizda eng kami un bo'lganligi uchun un orqali qolgan ma'lumotlarni topib olamiz. Bunda ham xuddi shunday. 9 mol vodorod orqali demak reaksiyaga kirishadigan azotni topdik. 3 mol ekan. Demak 2 mol ortib qolibdi. Bu birinchi usul. Ana endi ikkinchi usuli qaysi? Men ikkinchi usulni ko'proq tavsiya beraman. Hisob-kitob qilganda topishlaringizda osonroq va tezroq kechadi. Azot demak vodorod bilan reaksiyaga kirishibdi. Va 2 mol ammoniak hosil bo'libdi. Bu demak nisbat topish deyiladi. Ya'ni kamini topish. Qaysi bir kamligini tekshirish. Mollari bor 5 mol, 9 mol ustiga yozib olasiz. Kamini topayotganda yana aytaman, mollari kam ko'pligini tasdiqlamaydi. Kamini topish uchun yonidagi koeffitsiyentiga bo'lamiz. Azotning yonida 1 koeffitsient turibdi. 1 ga bo'ladigan bo'lsam 5 kelib chiqadi. Pastroqdan yozay. 9 ni vodorodning oldida 3 turibdi. 9 molini demak mol nisbati 3 ga bo'ladigan bo'lsam 3 kelib chiqadi. Kami qaysi biri? Ana endi kami mana shu ikkalasi orqali solishtiriladi. Demak, kichkinasi vodorod, to'g'ri? Vodorodda kichkina kelib chiqdi nisbat. Demak, vodorod orqali hisob-kitoblar amalga oshiriladi. Vodorod orqali azotni topsak bo'lar ekan. 1 mol azot bilan 3 mol vodorod reaksiyaga kirishadi. Bu retsept o'zgarmaydi, og'aynilar. Yondagi koeffitsiyentlar mollarini ifodalaydi retsept vaqti.
9 mol vodorod bilan qancha azot reaksiyaga kirishadi desak, 9 ni 1 ga ko'paytirib 3 ga bo'lamiz. Demak, 3 mol azot nima qilar ekan? Reaksiyaga kirishar ekan. Xuddi boyagi narsa 5 mol azot bor edi, 3 mol kirsa 2 mol ortib qoladi deb ayta olasiz. Endi cheklovchi reagent qaysi desa, siz nima deysiz? Vodorod. Chunki azotning qolganini reaksiyaga kirishiga, ya'ni 2 mol ortib qoldi, shuni kirishiga to'sqinlik qilyapti, cheklab turibdi-da. Agar bundan 15 mol bo'lganda edi, bu cheklovchi reagent bo'lmasdi. Ikkalasi ham to'liq reaksiyaga kirishib ketardi. Demak, cheklovchi reagent nimaligini tushundingiz deb o'ylayman. Cheklovchi reagent qanday qilib topilishini ham tushundingiz. Birinchi usulda yoki ikkinchi usul orqali topib olinadi, qaysi biri kamligi. Va mana shu orqali hisob-kitob amalga oshiriladi. Azot orqali amalga oshirmaysiz, mana bunaqa qilib. Amalga oshiriladi mana bu orqali. Sabab kami orqali hisob-kitob qilinadi. Takrorlayman. Kami orqali hisob-kitob amalga oshiriladi. Ko'pi chunki ortib qoladi-da. Ortib qoladigan narsa bilan hisob-kitob qilib bo'lmaydi. Men misol uchun oldingi nimada aytdik-ku, men sosiska bilan hisob-kitob qila olmaysiz. 5 ta hot-dog hosil bo'ladi deya olmaysiz. Chunki bu ortib qoladi bittasi. Siz hot-dog noni orqali hisob-kitob qilasiz. 4 ta hot-dog nonim bor, demak 4 ta hot-dog hosil bo'ladi degandek gap. Bu demak bizda cheklovchi reagentida. Ana endi mahsulotning reaksiya unumi degan tushuncha bor. Mana shu haqida gaplashib o'tishimiz kerak. Mahsulotning reaksiya unumini tushunishdan oldin mahsulotning nazariy miqdori bor. Mahsulotning nazariy miqdori cheklovchi reagent asosida, cheklovchi reagent nimaligini bildik, kami demoqchi. Kami asosida hisoblangan holda hosil bo'lishi mumkin bo'lgan maksimal mahsulot miqdori. Misol uchun oldingi masalada ko'radigan bo'lsak, ko'rib o'tganimizdek, maksimal qancha mahsulot hosil bo'ladi desak, vodorod orqali topiladi. 2 ni 9 ga ko'paytirib 3 ga bo'lasiz. Ya'ni 3 mol vodoroddan 2 mol ammiak hosil bo'ladi. 9 dan qancha deysiz? Chunki cheklovchi reagent mana shu edi kami. 9 ni 2 ga ko'paytirib 3 ga bo'lasiz, qisqarib ketadi, 6 mol bo'ladi. Ya'ni 9 moldan 6 mol hosil bo'ladi. Aynan mana shu hosil bo'lgan qiymatga, demak, bizda aytilar ekan, mahsulotning nazariy miqdori. Tushundingizmi? Maksimal miqdor. Ya'ni maksimal boyagi reaksiyamiz amalga oshadigan bo'lsa, oldingi reaksiyamiz maksimal darajada amalga oshadigan taqdirda ham bizda 6 mol ammiak hosil bo'ladi. Undan ko'p hosil bo'lmaydi. Chunki vodorod yo'qda boshqa qayerdan olasiz? Havodan olasizmi? Yo'q. Demak, 6 mol ammiak hosil bo'ldi. Mana shu hosil bo'lgan ammiak maksimal hosil bo'ladigan bo'lsa, mana shunga demak nima deyilar ekan? Mahsulotning nazariy miqdori. Lekin har doim ham 6 mol hosil bo'lmaydi-da. Har doim ham kamroq hosil bo'lishi mumkin. Sabab reaksiya unumi degan narsa bor. Mahsulotning reaksiya unumi. Mahsulotning reaksiya unumi demak mahsulotning amaliy miqdorini nazariy miqdoriga bo'lasiz. Amaliy miqdor hosil bo'lgan. Misol uchun boyagi jarayon bo'lganda vodorod o'zi kam edi-ku 9 mol. Shuni bir qismi havoga uchib ketishi mumkin. Yokida bo'lmasa jarayonda ishtirok eta olmay qolishi mumkin, nimadir sababli-da. Endi idish ochilib ketilishi mumkin, boshqa narsa bo'lishi mumkin, har nima bo'lishi mumkin-da. O'sha vaqtida nimadir jarayon bo'lib yoki bo'lmasa o'shanda katalizatorimiz yetmay, katalizator xatoroq bo'ladi, aytadigan bo'lsak. Endi nimadir bo'lib 6 mol emas, 5.8 mol hosil bo'lib qoldi. Bu amaliy miqdor. Amaliy degani nazariy biz o'ylaganimiz, 6 mol hosil bo'ladi deyishimiz mumkin, lekin amalda 5.8 mol hosil bo'lishi mumkin. Buni yana nima misolda tushuntirsak bo'ladi? Biz buni nima misolda tushuntirsak bo'ladi? Novvoyxonada. Misol uchun novvoyxona ochdingiz, non pishirasiz. 50 kilogram unim bor. Demak, 50 kilogram undan har bitta nonim misol uchun 500 gramdan bo'lsa, 50 kilogram unimdan misol uchun 100 kilo 100 ta non hosil bo'ladi deyishingiz mumkin. Lekin 50 kilogram un jarayon davomida, ya'ni non yopishingiz, boshqa jarayonlarda to'kilishi, yerga to'kilishi mumkin yokida teshilib sichqon yeb ketishi mumkin. Har nima bo'lgan holatda misol uchun 50 kilogram uningiz 48 kilogram qolishi mumkin jarayon davomida. Siz misol uchun planlashtirdingiz, 2 kun davomida nonni pishiraman, 50 kilogramdan 100 ta non olaman. Lekin 50 kilogramdan siz 100 ta olmaysiz. Ya'ni 100 ta bu nazariy jihatdan, hamma narsa zo'r o'xshasa 100 ta non olaman deysiz-da. Lekin 50 kilogramdan misol uchun 2 kilogram yo'q bo'lib qoldi. 48 kilogram. Siz 48 kilogramdan demak 96 ta non olasiz-da. Ishingiz unumdorligi qancha desa, agar men 100 ta nonni hammasini oladigan bo'lganimda edi, 100% ish unumdorligiga ega bo'lgan bo'lardim. Lekin 96 ta non hosil bo'lib qoldi 2 kundan keyin. Demak, unumdorligim 96% deysiz. Yokida bo'lmasa, misol uchun o'zingizga kun davomida ishlarni planlashtirasiz, to'g'rimi? Misol uchun kuniga 10 ta ish planlashtirdingiz, lekin 8 tasini bajardingiz. Ya'ni siz o'zingizga plan qo'ydingiz. Men 10 ta ishni bajarsam 100% unumdorlikka ega bo'lgan bo'lardim deysiz. Lekin siz 10 tasini 8 tasini bajarsangiz necha foiz bajargan bo'lasiz? Ishingizni 80% bajargan bo'lasiz. Kimyoviy reaksiyalarda ham xuddi shunday ish unumdorligi bor, ya'ni reaksiya unumdorligi. Bu mahsulotning reaksiya unumi deb ataladi.
Ya'ni har doim ham reaksionim 100% bo'lmasligi mumkin. Reaksionim 0% dan 100% gacha bo'ladi. 100% dan katta chiqarib qo'ysangiz xato ishlagan bo'lasiz masala shartini. 100% dan 0% dan kam chiqmaydi. Oralig'ida chiqaradigan bo'lsangiz to'g'ri bo'ladi reaksionim. Tushundingizmi? 100 dan katta bo'lmaydi. Demak, unga doir bitta masala ishlaydigan bo'lsak, shu bilan sizda mahsulotning reaksionumi haqida ma'lumot tushunarli bo'ladi to'liq. Demak, quyidagi reaksiya cheklovchi reagent bo'lgan 20 gram kalsiy bilan amalga oshirildi. Endi cheklovchi reagent degan kami kalsiy 20 gram. Reaksiya natijasida 21 gram biz olishimiz kerak bo'lgan mahsulot kalsiy oksidi hosil bo'ldi. Reaksiya mahsulot unumi qanchaga teng? Demak, kalsiy kislorod bilan reaksiyaga kirishibdi va kalsiy oksidi hosil bo'ldi. Birinchi navbatda retseptni yozib olishimiz kerak. Ya'ni stoiximetrik koeffitsiyentlar orqali tenglab olishimiz kerak. Kislorod 2 ta bo'lsa, mana bu yerga 2 qo'yaman. Kalsiy 2 ta bo'ldi, mana bu yerga 2 qo'ysam jarayon teng. Demak, stoiximetrik koeffitsiyentlar orqali tenglab oldik. Bu bizning nimalarimiz, retseptlarimiz. Bir qo'yilmaydi, lekin hozir tushuntirish uchun bir qo'yib qo'yaman. Bu degani 2 mol kalsiy bilan 1 mol kislorod reaksiyaga kirishib, 2 mol kalsiy oksid hosil bo'ladi degani ma'nosi. Yokida bo'lmasa massada yozishingiz ham mumkin. Istalgan bir ma'lumotni yozishingiz mumkin. Mana 2, 1, 2 ning o'rniga. Elektronni miqdorini yozishingiz mumkin. Topishni o'rganganmisiz, to'g'rimi? 1 mol kalsiyda misol uchun 20 mol elektron borligini bilasiz. 2 molda 40 mol deb yozib qo'yasiz. Mana shu hammasi stoiximetrik nisbatlar bo'lib ketaveradi. Sizdan reaksiya mahsulot unumini so'rayapti. Faqat bizda massada berilgan. Kalsiy 20 gram, buni molga o'tib olamiz. 20 demak. Kalsiy moddasining molyar massasi 1 molning massasi 40 gram bo'ladigan bo'lsam 0,5 mol kelib chiqadi. Demak, kalsiyning miqdori 0,5 mol ekan. Biz u orqali kalsiy oksidining massasini topib olishimiz kerak. Chunki shartda massasi berilgan. Bizga kislorod kerak emas. Ikki mol kalsiydan qancha kalsiy oksid hosil bo'ladi? Demak, 1 mol kalsiy oksidini hisoblasam, kalsiy 40, kislorod 16. 40 ga 16 ni qo'shadigan bo'lsam, 56 kelib chiqadi. Bu kalsiy oksidning molyar massasi. Bizdan lekin molyar massasi kerak emas, 2 molni massasi kerak. Chunki yonida 2 turibdi. 2 ni 56 ga ko'paytirib yozaman. 112 gram. Demak, 112 gram kalsiy oksid hosil bo'lsa, 2 mol kalsiydan 0,5 dan qancha deb topib olaman. Mana bu yerda qisqaradigan qiymatlar bor ekan, shu uchun 2 ni 56 ga ko'paytirib qo'ying prosta tak. Shunchaki. Ya'ni 2 ko'paytirilgan 56 shaklda yozing. Va bizda qisqarib ketadigan qiymatlar bo'ladi. Mana bu ikkilar o'zaro qisqarib ketadi. Mana bu 2 bilan mana bu 2 ketadi. Demak, 56 ni 0,5 ko'paytirib 1 ga bo'laman. Bu yerlarda 1 qoladi. 56 ni 0,5 ko'paytirsam, demak 28 gram kalsiy oksid hosil bo'lar ekan. Bu kalsiy oksidimiz, demak, nima jihatlama? Nazariy jihatlama, ya'ni nazariy jihatlama. 20 gram kalsiy, ya'ni eng kam miqdor kalsiy dedik, to'g'rimi? 20 gram kalsiy to'liq reaksiyaga kirishganda 28 gram kalsiy oksid hosil bo'lar edi. Lekin bizda 28 gram kalsiy oksidi hosil bo'lmadi. Agar hammasi hosil bo'lganda, ish unumdorligimiz 100% ga teng bo'lardi. Biz 21 gram kalsiy oksid oldik. 21 gram kalsiy oksid olganimiz uchun ish unumdorligimiz qancha deb topa olsak bo'ladi. Shunda topadigan bo'lsangiz, mana bu qiymat 75% kelib chiqadi. 21 ni 100 ga ko'paytirib 28 ga bo'lasiz. Demak, ish unumdorligi 75% ekan. Biz faqat ish unumdorligi demaymiz, bunda reaksiya unumi deymiz. Ya'ni reaksiyamizda mana shu boradigan reaksiyamiz unumdorligi 75% ekan. Tushundingizmi? Demak, biz sizlar bilan stoiximetriyani, cheklovchi reagentni va mahsulotning reaksiya unumi haqida gaplashdik. Bunga doir masalalarni, demak, amaliy kitobimiz bor, Premium kimyoni. O'shanda, demak, masalalar berilgan. Amaliy qismdagi, demak, videolar orqali ularni tushunib, yana bu mavzuni mustahkamlashingiz mumkin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.